4 oy o'tganda Maddoh Quvon Qosim bilan Almaxonning to'yi bo'ldi. Ammo bu to'ymi yanala sum punktining boshlig'i Do'lqinning orig'i tushishi bilan bo'lgan edi. Bu jonning ishlariga rostili gap ketmaydi ekan. Kundi uyda naynaqshib agib yuradigan Almaxon dal Maddoh Quvon Qosim ishlayotgan sum punktining darvozasi qaraydigan bir puti yo'q Hoshim degan odamning qizi bo'lib, turmushi ancha yaxshi emas edi. Masturxon Almaxon bilan obdalla tonish bo'lg'achqa har holda o'zaro yo'l qo'shib o'tdi. Ammo Almaxon har kuni kech bo'lish bilan qo'nchoqdek yasinib, naladidir mashrab, choy yig'ilish borligini aytib, kichikkina sumkasini o'shnisiga otib, kassasini algakdek to'lg'ab uydan chiqib ketadi. Hatto qiynapsi Masturxonga "Apa, bir yerga berib kelaylikmi?" debmi qo'ymaydi. Ba'zida Masturxon dottirni ko'tarib birga bormoqchi bo'lganda, "Voy tatliq apa, o degan yoshlarning so'rini, sili qo'rnib qalla, yana bir qitimda bo'lsin" deb qo'yib, o'zi bilgan puti taygan taraflarga ketib qoladi. Maddoh Quvon Qosim ko'pincha Allohda su punktida kechilik dejurnilikda turadigan bo'lg'achqa, bu ishlardan bexabar edi. Kunduzlari dam elib uyga kelganda bo'lsa, Almaxon uyda so'zilib yotgan. Opsi qozon beshida yoki etizda yurgan bo'lib chiqadi. Xotiniga qattiqroq gap qilay desa, birga ishlaydigan qiynatisi bilan punkt boshlig'idan tap tortib, uningga ortiq gap qilmay, faqat "Opam yashinib qoldi. Kunduzi opamga qarshi bering, ha?" deyish bilan cheklanadi. Masturxonmi o'zining burunqi kashmishini esiga elib, "Bo'ptila, xalqning uyda kelin bo'lib turmoq oson emas. Bir mezgil o'tgandan keyin o'ngishilib qola" deb o'ylab Almaxonning royiga boqadi. Ammo Almaxon buni mang yo'l qo'yib mendan qo'rqyotidi deb o'ylab, kundi kechda, hatto shanba, yakshanba degidek uyda o'ltirmay, g'itildab sirtqa chiqib ketadi. Ko'zi kundi sunmaydi kunida deb Almaxon to'y qilib, yarim yil bo'lganda Masturxonning savr qochisi to'shdi. U bir kuni Almaxonga chiroyli o'ltirib eg'iz ochdi. "Qizim, sizmi to'y qilib kirgini yarim yil bo'ldi. Endi siz degan eri bor ayol. Kunni taloqqa qatirmay, uyda jim o'ltirib, uy ishiga qarashing. Sattirudi bunda qilsangiz." "Voy apa, bu nima deganlari? Men sattirdigan nemish qiptiman. Bu uyda qarashqidek nemish batdi?" "Voy qizim, oshtamoq etish, kirqat yuyish, etiz eriqning ish emasmikan? Men etizga ketganda bo'lsa-mu, bir vaqt tamoq etib qo'ysangiz, yo bo'lmasa bir cho'ygan choy qaynatib qo'ysangiz, mening qo'limni aram tepib, hardug'im chiqib qolmamdi." "Ha, mundaqdan. Men-chu qarang apa. Ömrümdə etiz beshining qandoq bo'lganligini bilmayman. Oshtamoq etsam, chiroyim islashib, mau nozik qo'llarim satlashib, iskatimga ta'sir yetmamdi. Endi unchalik ishni menga basamsizmi bo'la?" "Siz etiz eriqning beshini ko'may cho'ng bo'ldiganga, qaysi shahar boshliqining qizitingiz? Oshtamoq etmay, kirqat yumay, o'ngida yotadiganга, uyingizda molingiz bormidi? Siz nening usul otisi, ha? Sho'ngmigo bu to'yga qat'iy qo'shilmaganman. Biroq shu Avguyning bolasi boshliqimning bir nimasikan, tanqislikda qoldim deb turib og'ashqa, ippadim sizni. Bilamsiz shuni?" "Voy bilaman, obdan bilaman. Silgi desam qarang. Tishingning bordi go'shya deb yoshligimda o'ynab olmasam, ati uyga qiyirsam silidek moqchib o'ltirib qolaman. Men ya bu uyga dedek bo'lib kirmadim, ya bir qul o'rnida setilmadim. Uyga men aldirmay, xuddi men sirtlarda eski chiqib yurgandek ajab so'zlab ketdingiz ha? Men-chu qarsila, shu to'y to'kinlarda usul o'ynab, ko'nglimni ichib keldim-ku. Buning nari yomon?" "Yomoni yo'q. Biroq gap bo'ladi qizim. O'zingizni bundaq so'rinlardan ozroq torting davatimi?" "Sizlar hajab totmaydi ekanligu. Erim gap qilmasa, sizlar nimachi kuchaydilar? Qani burunqi so'rindachilig'i. Sizlarmi kunda g'itildab, so'rin o'ynab yurib, men bilan tanishgan-ku. Endilikda nima bo'lyaptilar? O'zingizni unutib qolmangchi-mi?" "Men o'zimni unutib qilib, nima qilibman? Ha? Nima qilibman? Birsining umuchini o'rib yetibmanmi yoki birsiga bir nima qilibmanmi? Danga qani, ha? Siz zodi nima demoqchi?" "Hech nima. Men-chu shu silidek so'rinlarga berib, loyiqida usulimni o'ynab, jim berib, jim yinib kelyapman-ku. Ya men silida qaqib, qosh ko'zlarimni tashlab yurmadim?" Masturxonning birdilla o'g'isi qaynadi. U o'rindan chacharab turib Almaxonga qo'lini tangladi.
Şimep taşlıvetken şümek. Ravanda da aşkağın inci merrik yığnağıç. Orıq kalına poku yoğan dep. Gep qımısam nemundaq taqdırsiz, ha? Siz menin qiynanam mı yoki men sizning qiynanınız mı? Ha? Terbiye kömügen umaş qorsak. Vay sili bek körütke o terbiyeni. Başlangıç mektepte qancha yil o'qigandilar? Texi terbiyadan gap oshqanni. Osh, to'la ichimni siqmislar opa. Bo'ldila, sili bilan tang bo'lgandan ko'ra, ish bilan so'ng talashgan yaxshi. Almıxan qapqini süzüp o'rindan turdi. O hamdala uy ichiga qarab mengaydi, Masturxon qahri bilan vaqirdi. Hey, Lalmıxan, men sizga gap qilyapman. To'la nervamga tegmoqchimi? Agar yana mushundaq g'itildab lalmılık qildigan bo'lsangiz, men degan Masturxon, sizga tetigicilikim bor mening. Ufqiman, obdan ufqiman. Au paqimichu, menla bo'ladi ekanman, mushu butkul ko'lni sisteman deydi ekan. Sirlaningmichu, mushu og'izlari bo'lsa, butun kanitni emas, butun yezni sestib bo'g'deklar. Mau aramizga padishatni saqlab, chiroyli o'taylik, ma'qulmi? Sho'ngimichu, malda sizga atab, maxsus qo'shaqlar to'qilib bo'pti. Endi bo'lsimi ko'zimga kirvanmisizlar? Ichimni pishirib. Shundaqmi? Meni qo'shaq qaytibdimi yoki satpeshamnimi? Qani men bir anglab baqay. Nima debdi? Degina qani. Masturxon qo'lini qovushtirib, ko'zini chaychaytib turib so'radi. Quloqlarini ding tutib anglasizlar, vat qiynana. Xaqmichi mundaq deb qo'shaq qaytyapti. Mastur qiyirib oljibdi, hargan chali chichilibdi. Uyda kelin tutolmay, o'g'li bo'ytaq yig'labdi. Duttachilib har yerda, o'rim yeydi so'rinda, beshamlikning dardida, o'g'li yetar kamarda. Hey, o'limtik yochivak! Gap qilsam nima etiti deb og'zingga kelganicha bijirlaysan. Ha? Bu qamlashmagan qo'shaqni sen to'qigansan tayinliq. O beshini yeydigan eski palas, nerede cho'ng bo'lgan bir nimasan? Ha? O'zing chitixi menga qo'shaq to'qib, buni haqqa otib qo'yib, texi padishapdan eg'iz ichatamsan? Sallimislar to'la. Nerede cho'ng bo'latdim? Shu opamning qo'sqida cho'ng bo'ldim. Qandaq gap bormi? Silining ko'zlariga kim sig'idi? Elimu necha oydan beri voy ana, voy opa deb izzat hurmatlarini qilib keldim-ku. Endi qandaq qilib bersam bo'ladi? Dehshat xotinkensiz jumusiz. Burun hijab bilmay qoptiman ha? Voy bo'ldi. Sizdek hazazul vat xotin bilan 1 minutmi po'chig'im pishmog'idek mening. Shuningmi-chu haqlab bilib to'qibdi bu qo'shaqni. Bo'ldi qislar endi. Avu yo'lmangamaydigan qora ko'say balangizni bo'yta qolmasin desangiz, to'la ko'zimga kirvanman. Bo'lmasa men o'z yo'limga mangay. Yilimi bilgandek o'zimga puxta bo'lib, qo'saq ko'tirib sanmabdiman. Yana bu uyda turaversam, silidek oljib, sarong bo'lib qolgudekman. Isit maddoqda Quvan Qosimning ko'rayotgan kunlarga yilimi chidab o'tibdi aşı bola. Hey, yigini chiroyiga tepmaydigan avaq, qarab tur. Sendek horon, qo'lidan ish kelmaydigan, ko'chidan kirmaydigan lalmo xotindan-chu, o'g'limning bo'ytaqliq afzal. Ko'say bo'lamdi, yana birnin bo'lamdi. Seni mancha ay xotin qildimi? Ha, nochkan o'g'lim. Endi-chu qarab tur. Sana ko'saymi yo'q, Bodir yog'ishmi yo'q? Tulqog'ingni bir ko'ray. Yo'q almang. Chiq uydan. Nada shundoq oson ish ekan? Men-chu qip-qizil to'y xiti bilan kirgan bu uyga. Ketdiganga ketadigan silining qonjuq ishlar emasman. Kessamchu oldig'inimni it ketaman. Ajrashmay o'ltiribsam qanday qila oladingiz? To'la menga qo'qaq salman demisizlar. Bu uyda turmasamchu, Maddoqda Quvan Qosim bilan ayrim uy tutib o'ltirsam bo'laveradi. Mushtabda balangizmi sizdan saskinib aram turadi. Ayrim turayli deydigan bo'lsam, muq xo'shaqidi. Bilib qo'ying, u chaqdichu beshingizni tatlab o'tirib qolasiz. Voy yo'qlar, men ko'zimdan sati. Bo'z shundoq qil. Qo'lingdan kelsa gul qiz, bo'lmasa g'iyt qistab tikan ko'nala. Senli bu uydan yo'qolsang, kallam aram tepib, 20 yosh yoshirib qolaman texi. Xiyolingda menga yolurdi deb qolganmidim. Men nega berib arzi qilsang, arzi qil. Nega berib o'ltirsang, o'ltirish. Ammo ko'zimga ikkinchi ko'rginchi bo'lma. Masturxon shundoq deginicha oshxona uyining eshigi oldida turgan bir dos yundini Almixonning ustiga chechivatdi. Say sho'piklari, oshning qoldiqlari to'kilgan yundidan chiqqan maynatchilik Almixonning usti beshini bulg'ivatdi. Almixon bu tuyuqsizlikdan qattiq cho'chib, dong etib turibli qoldi.
Ondan o'zimi to'ymagan holda chechining orasidan sirg'ib chiqib ko'zini to'sib olgan yundini qo'li bilan surtgunicha pang'ida itilib yig'lab uy ichiga o'zini otdi va hayal o'tmay bir bo'g'chi kiyimini ko'targunicha o'ylig'i chiqdi. Qarab tur, Jaddal qeyri. Manga qig'iningni yuzasi bo'yicha qaytirib bermaydigan bo'lsam, almaxan bo'lmay ketay. Voy, nima qilsang qila? Bu yana paqal qilmay, yo'qolma u uydan. Berib eringga deb qo'y. Bo'lsa umi sen bilan tang yo'qolsin. Undaq lingtasmi balamning bo'g'inidan bo'lmag'ini afzal menga. Tova, qaysi gunoyimga menga mushundaq yarmos kelan uchrab qolgandik deyman. Birsi bo'lsa yomg'an ko'takdek kelansiz, birsi bo'lsa yig'ni yovagandek ovoq. Voy chiqaman, bizda qarab turmay, tez yo'qol. Voy beshim. Nemishqimi shu chaqda bu to'yga qo'shilmay, cheng turolmagan bo'g'aydim. Ko'zim rost ko'rgan mening. Vaydat. Masturxon o'yli ichida oldi to'plan ko'tirib, o'y tortib yig'lig'inicha uy ichiga kirib ketdi. Almaxon maynatchilikka to'lgan usti beshini eriq tashqimi o'lgirmay, yuzini etib yig'lig'inicha sirtqa qarab o'zini otdi. Mattoqni quvan qilsam, uda bir oygacha uyigimi kelmadi. Apa qandoq ahvoling deb so'rabmi qo'ymadi. Buni oz deb uyga G'uncha mudir qatorliq elchilarni avatib, o'zining bir xalta kiyimini akeldirib olib, suvga tushgan toshdek yo'qolib ketdi. Masturxonning ichi ochiq bo'lib, o'ti teshib, Mattoqni quvan qasimni vafosizdan vafosizga chiqarib, g'oyibonsiga mingni tillab, o'zini uyga solib olib, tala tuzgimi tuzuk chiqmadi. Etiz eriqning ishini bir chekka qayirib qo'ydi. U ming bir jafoda beqib chunqiga o'g'lining xotiniga bundoq setilib ketishini uxlasa tushudimi ko'migan edi. Manti ko'migan qalandar qasqonga dum tushibdi degandek, mushu yeshig'i kaycha xotin deganning qandoqligini bilmay o'tib kelayotgan Mattoq quvan qasim Almaxon bilan to'y qilgandan keyin uningga tetib qoldimi qandoq Almaxonga dum tushdi. Uning tamoq etenmasligi, kir yonmasligi bilanmi kari bo'lmay, ashu xotinning huzurida ko'ziga hech narsa ko'rinmadi. Hatto opsi bilan tunjirat tig' ko'tirib qarshilashib, suv punktining qo'rusi ichidagi 2 eg'izlik uyga kelib olib, mushu yerda uy tutib o'ltirdi. Ammo oshtamoq etishi bekda jafoda qoldi. Almaxonning opsi u 3 yoshga kirganda kezik kesili bilan o'lib ketgan bo'g'ashqa, bechora dada qizining ko'ziga qarab, bir putini so'rab oshtamoq etib kun kechirib kelgan. Qizini o'gayning qo'liga qo'ymaslik uchun qayta to'yma qilmagan edi. Bu odam to'kir bo'lgan bilan tamoq etishda ostili ipi bor edi. Dastlabki mezgillarda bu odam qiziga chiroyli gaplarni qilib yurib, qozon beshiga akaganmi bo'ldi. Ammo Almaxonning qo'li sho'girishdan boshqasini etishga kelmaydi. Shuncha uygasimi uyginamadi. Shuning bilan Mattoqni quvan qasim qo'ldan kelishcha bir nimalarni qilib baqdi. Sirtdan tamoq akirib yedi. Kunda oshxonaga qatirab, topgan taginni oshxonlarga selib berib kun o'tkazdi. Oxirgi berib umi vaqt edi. Opsi etgan har xil mezlik tamoqlarni seg'indi. Uyga boray desa, opsidan qo'rqdi. Bormay desa, kunda sirtda oshxonning tamoqini yeb issiq tutib, kalpiklarini gaz bog'lab, ko'zi po'qliq o'rdak o'ltirishib ketdi. Biroq Almaxonning buning bilan kari yo'q, dab-daranglagan. Eshak g'arg'an yerlarda usul o'ynab yuraverdi. Oqshimi bir chiqib kelsa, tong otog'iga yaqin qaytib kelib, tushkicha eg'inab uxlaydi. Qo'rsqa assa seriq osh, rangpiza degandeklarni akirib, Mattoqni quvan qasimning ko'ziga ko'stib, shalab-shitib yeb, qatsini nada o'tirsa shu yerga tashlab qo'yardi. To'shqan terisi 3 kun paylabdi degandek, Mattoqni quvan qasimmi oxiri chidamidi. U qiynatisi bilan punkit boshlig'i deb Almaxonga chiroyli nasihatlarni qilg'izgan bo'lsa-mu, buning qilch foydasi bo'lmadi. Ana boshqurmaganning amchiki cho'ng, dada boshqurmaganning beshi degandek, kichikidili muntizim ona tarbiyasi ko'migan, ona muhabbatiga qiynib boqmay, dadasining qo'lida erka bosh-boshliq cho'ng bo'lgan bu o'zbeshimchi qiz cho'ng bo'lgan sari dadasining boshqurishiga albatta bo'ysunmaydi. Mattoqni quvan qasimning gaplarini asla iliqamaydi. Ching'iga chiqsa, uning yuz ko'zlarini mo'rlab, qo'liga chiqqanini aytib, Mattoqni quvan qasimni odam bo'lganga to'yg'izib o'tadi. Shuning bilan u qat'iy ajrishish, xizmatini tashlab, opsining qishiga qaytish o'yiga kelib, punkit boshlig'i bilan qiynatisiga ahvolni deb, ajrish taklifini o'ttirg'i qo'ydi. Ular bu qizning ahvolini bilgachga amalsiz ma'qul bo'ldi. Ammo tayyor qaranchuqqa ega bo'lgan Almaxon buningga qat'iy qo'shilmadi.
Ochiqqa kelgan Mattoqti Quvan Qosim bir kuni atdiganda o'zining narsalarini bo'g'chi qilib tengib, o'zining uyidan o'zi yomonlab opsinikiga ketdi. Masturxon o'g'lining qaytib kelganligini ko'rib, ichida xo'sh bo'lgan bo'lsa-mu, teshig'i chiqarmadi. Petidan tushmay, qapiqini ochmay, gap qilsa gapmi qilmay, butnab o'ltirib oldi. Tanqisliqda qolgan Mattoqti Quvan Qosim o'yliga bosma quduq ko'ladi. Etiz Eriqning ishini o'z qo'liga ilib, opsini Etizga yo'llatmadi. O'g'lining kundan kunga tushkunlashib ketayotganligini ko'rib, yuragi echishgan ona oxiri irodasiga xilof holda o'ttirga chiqib, o'g'lini ajrashtirmoqchi bo'ldi. Gerçi Almıxan yezli xalq ishlar ishxonasiga kelishga unamagan. Ajrashishga qat'iy qo'shilmagan bo'lsa-mu, el jamoat bu qizning qandoqligini obdan biladigan xalq ishlar ishxonasidagi xodimmi hamma ahvoldan xabardor bo'lg'ashqa, Almıxanning uyiga berib, uningga qonun tuzum so'zlash, ayollik majburiyatini eskartish, qat'iy bo'lmaganda sotga tartib ochiqishdek nurg'un jarayonlarni so'zlab, uni oxiri ajrashishga qoyil qildi. Shuning bilan 1 yilmi davom qilgan bu to'y mushundaq ko'ngilsiz xotim berildi. Mushundaq kunlarda Mattoqti Quvan Qosimning demi ichiga tushib ketdi. Kunduzi Etiz beshiga bir ketib olsa, atrofni qorong'u qoplaganda ondan uyiga qaytib keladi. Bir tishlam noyabla yetib uxlab qoladi. Bara-bara atsi kunch bo'lmag'icha o'rindan turmaydigan. Uy ishlari bilanmi kari yo'q bo'lib oldi. Masturxon o'g'liga chiroyli gaplarni qildi. Tillabmi baxdi, qoqshidi, ustiga chilaklab sumi quyutib baxdi. Ammo bularning hech qaysi Mattoqti Quvan Qosimning qisilchig'iga kirib chiqmadi. Qisqasi u o'zini bakli tashlab etgan edi. Mana, ajrashqilimi ko'zni yumib ochqicha 1 yil bo'lay deb qoldi. Buruqtirmalikqa chidamagan Masturxonning yana g'azbi tashdi. Hey, senmi o'g'il balimi? Senmi bir erkakmi? Qarab baqa uçağındaki kiyimleringe, kırının destidan, satrashning kapkisidek, eshakning ushtiqidek bo'lib ketibdi. Loyiq topdim deb, bir bo'lsa nerga aramay o'ltirib qolgan qog'dalmi xotini ip kelisan. Yani bir bo'lsa so'ngichiga yonta qistirib olgan tahaydek, hamiyada chichangishib yuradigan yojimek bilan to'y qilib, opangdan kechib ketgini tas qalisan. Hey, beshimga bala bo'g'chi döt eshak. Kallang ishlamdi ha sening. Tapqan bir nimalardan o'rgilay balam. O bir narsalarning birining talatining satliki, birining holiga bakmay, lahvaligi. Senchu hoshingni tap, o'zingga loyiq odamni tap. Agar men bo'lmaydigan bo'lsam, sen mushundaq ketaveradigan bo'lsang, atogin meynatchilikka ko'milib, 4-doktorxonadan uy tutib, o'ltirishingda gap yo'q. Er kishi degancho, paytimizda 80 g'ulash so'rab qolsimi, yana er kishi. Masturxon edishqa liqlab qo'yilgan muzdek suvni nogayga to'shqizib elib, g'o'rtildatib ichib etgandan keyin gapini davomlashtirdi. Er qeyrisi qiz olur, qiz qeyrisi kim olur debdikan. Lekin senchu, dötgandan qiz emas, qeyr xotinni topolmay, nediki oshqan, tashqan, laqva, o'rin ko'ch xotinlarni tepib yuraysan. Endi mening taqdim to'shdi. Sana xotinni o'zim topaman. Shuni olsangmi olasan, olmasangmi olasan. Masturxon javg'ini surtib qo'yib, Mattoqti Quvan Qosimga satbirni olib qo'yib chiqib ketdi. Oradan 2 oydak o'tib ketdi. Mattoqti Quvan Qosim atiyozliq terilg'uning ishi bilan aldirash bo'lib ketdi. Ammo Masturxon atigini chiqib ketsa, kashda harg'in qaytib keladi. Uning ilgirki zuvandarligi xeyli besiqib qolgan bo'lib, xo'lim qo'shnilarga chiroy echib qaraydigan, ortiq chechilmaydigan bo'lib qolgan edi. Mattoqti Quvan Qosim opsida yuz berayotgan bu tuyuqsiz o'zgarishdan hayronlik qolgan edi. Bir kuni tushga yaqin Etizga berib kevaz maysilarini taqlab qaytib kelgan Mattoqti Quvan Qosim amdila darvozadan kirib turishiga Masturxon bu umrda ko'rilib boqmagan xushchiroy bilan optopparastak yejorab turib eg'iz ochdi. Xo'sh xabar balam, xo'sh xabar. Men oxiri yuqorqi maldagi Hörxon orqali sana bir loyiq topdim balam. O qiz bilan ko'rishdim. Shundoq chaqqan, pokiza, ishchan qizken. Gap so'zlarimi shundoq tatliq, o'rinliq, yiqishliqli qizken degina. Men bir ko'rib amroq bo'lib qoldim. Sen bir ko'rish baqamsan balam, ha? Sana yarg'ali bo'lsa, apa, men ko'rishib nima qilaman? Dedi Mattoqti Quvan Qosim opsiga qiyda. U texicha oshu bo'g'maq qiz nazokatdan ma'rini uzanmayotgan bo'lib, garchi u qiz sal bo'shang, tozliqqa ancha ahamiyat bermaydigan, tala tuzga chiqqanda o'zini tuzashtirishni ancha bilib ketmaydigan bo'lsa-mu, lekin Mattoqti Quvan Qosimning ko'nglini uftiv olgan.
Maddoqni Quvan Qosimmi u qizni yoqtirib qolgan edi. Endi bu qiz bilan tanışsa, uning ahvolini bilmagachga, 2 kundala opsi bilan yana birdim deyishib, mahalladagi kishilarning mazaq qilish obyektiga aylanib qilishdan qo'rqqan edi. Qachon u qizmi yarimisa, yari andaka, miyari yamig'an ko'taktakkan deb u qizni chiqirib o'tasa, teshlik o'zi menimi qo'shib chiqirib o'tsasan. Bo'ldi, sen yarg'an bo'lsa, mening boshqa fikrim yo'q. O'zing qarab bir ish qila apa. Qachon u qizmi yarimisa, yari andaka, miyari yamig'an ko'taktakkan deb u qizni chiqirib o'tasa, teshlik o'zi menimi qo'shib chiqirib o'tsasan. Bo'ldi, sen yarg'an bo'lsa, mening boshqa fikrim yo'q. O'zing qarab bir ish qila apa. Teshtiqdi bala, dedi Masturxon ko'zni kalining ko'zdek yo'g'on chekchaytib. Bika-bikadan haqni qo'g'lab chiqirdigan men bir sarang emas. Tapsangmi, tuzlik bir nimani tapmamsan. Tek sana yarg'an bo'lsa deb qo'y. Hey, qalpoqi, xotini men olamdim yoki sen olamsan? Avval mundaq bir ko'rishib, gaplashib baxmamsan. İpinglar kelamdi, ipinglar bir yerdan chiqamdi, ko'rishib, so'zlashib bir nima demamsan. Ezilib ketgan kovdak mashchib tursang, u qiz seni izlab kelamda. Ko'rishmay, tushunmay turib to'yni qilib qo'yib, atog'an chamg'uring pishmasa, yana mendan yamonlab domsiyib yuraysan. Şoň to'la beshingni ichingga tiqib o'ltirmay, at tushkicha yuqorqi mahaldagi Qosim Dangalning uyining yanadagi cho'ng o'stan bo'yida ko'rishib kel. Hörxancho hamma ishni to'g'rilab qo'yibdi. Maddoqni Quvan Qosim opsining gapini jirolmay, amalsiz dattikam debla atsi degan maktabda yuqorqi mahallaga opsi og'ziga tegmay maqtab ketgan bu parispat oyxinim bilan ko'rishgili badi. Maddoqni Quvan Qosim u yerga bog'icha cho'kan xeli burunla kelib bo'lgan edi. Ular oddiyli salomlashgandan keyin u cho'kan Maddoqni Quvan Qosimga qarab: "Voy, hajat tasdi keldingiz. Xuddi quyruğingizga traktor chetib olgandek. Hey, odam degancha mundaq shoshiraq bo'lmamdi. Bundaq so'rlab yursangiz, qandoqmi jonbaq qilib bo'lsin?" deb so'zlabli ketdi. Maddoqni Quvan Qosim u cho'kanga qarab hayronlik qildi. Bu xinim shundaq zuvandar ediki, og'zini met qilib bo'g'cha gap degan pilomotning o'qidek tatatat qilib chiqatdi. Bu xinimning ismi Turan qiz bo'lib, bo'y turqi nazokatga qaraganda xelida tuzuk ko'rinadi. Ular ko'rishib 5 minut bo'la bo'lmayla Turan qiz o'zining kechirmishlarini shuncha tez so'zlab tugitib bo'lib, "Endi navbat sizga keldi" degandek qilib uningga qaradi. Maddoqni Quvan Qosim bu zuvandar xinimning gap so'zlaridan bir oz ansirabmi qoldi. Bir nima dey desa, amdila tunishib ko'nglini ranjitib qo'yishdan ansirdi. Şunu o'zini zo'rg'i besib olib, tog'dan bog'dan birdan paranglashib, ho'y ishini cho'nglarning maslahatiga qoldirib qaytib ketishdi. Eniqini deganda Maddoqni Quvan Qosim bu xinim bilan to'y qilishdan qo'rqibmi qolgan edi. Nemishqa deganda, hay, bu xinimning zuvandarligiga hech kimni tankilanmaydi. Agar to'y qilib qolsa, opsi bilan tang vatildab, uning mingisini yeb ketishi turg'anli gap edi. Maddoqni Quvan Qosim opsiga qattiq o'xshamaydigan bo'lib, aksicha eg'ir besiq, jiq gap qilmaydi. Ammo bu xinim xuddi opsiga o'xshash bir eg'iz gap qilib bo'g'cha pilomotdek sayrab, ming eg'iz so'zlab bo'ladi. Peshonamga putilgina shu o'xshaydi. Qani boshqa kelganda ko'raman. deb o'ylagan Maddoqni Quvan Qosim qiz bilan xo'shlashib qaytib keldi. U opsining yolurib o'tinishlari, og'zini buzib tillab vaqirashlari, oxiriga kelib o'y tortib yig'lashlariga chidab turolmay, bu to'y ishig'imi qo'shildi. Yerim oydak vaqt o'tib, Maddoqni Quvan Qosimning to'yimi bo'ldi. To'y har holda yomon emas, tinish o'tdi. To'y bo'lib, Turan qizni uyga ko'chirib kelgan kunning ertasidan boshlab, u yanglarini shimaylab, peshonasidan munchaq tarlarni oqqizib yurib, barliq cho'ng-kichik uylarni tozalab, yotgan ko'rpalarning ishchi-teshidan tortib chiqarib yuvib tozalab, chini qochlarni qaynoq suvga besib, bo'g'chi kiyimlarni eshik oldidagi eriq bo'yida o'ltirib yuvib tozalab, o'ylig'i tortib qo'ygan arag'amchini yuyilgan kirlar bilan to'shqizib-etdi. Patmag'anlarni bog'dagi chitlarga, hatto o'g'ziga ochiqib yeyib-etdi. Uyning pagasidagi semutni dasmol bilan surtib chiqqandan sirt,
o'ylig'i yotqizib qo'ygan xishlarnimi bir-birlab yuvib chiqdi. Turan qizning ishchanligiga gap ketmaydi. Zuvondarligiga teximi tankagili bo'lmaydi. Ishinimi qilatdi, gapdimi qonmaydi. U o'zining tirishchanligi va ishchanligi bilan qisqa vaqt ichidala qiynapsi va Maddoqti Quvonqosimning oldida yorqin obrazini tiklab olgan edi. Shunga Masturxonning xo'shallikdan gulqaqalari ichilib ketgan edi. Ko'yganli odamga Turan qizni og'ziga tegmay maqtab beradi. Uzoqqa bormay Turan qizning qiliqi chiqishga boshladi. Zuvondarlikda uchiga chiqdi. Bir eg'iz gapni bo'ldi qilmay o'tkazib o'tmaydi. Qo'lim qo'shna mahalladagilar bilan bir nima deyishib qoladigan bo'lsa, hey karomat, Masturxonni besib tushadi. U xalqni og'zini buzib tillab poskaytib o'tadi. Cho'ng kichik deb ayirmaydi. Maddoqti Quvonqosim uningga bunday beshamlik qilmaslikni aytib edi, u tuzitma qilmasdi. Ağzımgıcı qarang Maddoqti Quvonqosim jonim. Apamning qo'sqida tunjiqib qolmay shundoq bejirim sog'lom ichilib tikan. Gapga yana anangdan qanma degan gapni anglamag'anma? Tova. Hey, haq bir nim desa, qoqtishlab olganda gulib qarab tursaqchu, atugin gadinimizga minib taxay qilib oladi, taxay. Shundaqmi apa? U Masturxonga qarab qo'yib gapini davom qildi. Bizning ish vaqtligimizcha qarang, haqning uyida emas. Shunvag'u o bir nimlarga mushundaq tetib qo'yg'uliq tasa. Maddoqti Quvonqosim ortiq gap qilib, sesiq gap anglab olishdan, opsi va xotini o'tirisida azorchilik ko'rilib qilishdan ansirab jim turib oldi. Demisimi ortiq gap eshakka yukda. Jim turib olmaymi nima amal? Ojiz ayolni so'qishib, urib dumbalig'ili yo bo'lmasa. Ular to'y qilg'ili 8-5 degicha yarim yilchi bo'lib qoldi. Gerçi Turan qiz uy ishiga pishiq, ham chaqqan, tozliqqa alayda ahamiyat beradigan bo'lsa-mu, ammoza og'zi besiqmay so'zlaydi. Bir kun, yo'q, bir minut gap qilmay qolsa ichi pishadi. Uning gap xumarligiga yarasha Masturxon uningga ha-hu deyish beradi. Qo'lim qo'shnilar bo'lsa, bu bir jup vat qiynab kelindan o'zini qochiradi. Amalba do'qurishib qilishdan ehtiyot qiladi. Kunlar o'tib, oylar o'tib, gap qilishadigan, mungdishadigan, hol ahvol aytadigan odam qolmagan. Masturxon bilan mu pat erkakka do'qaq qiladigan bo'lib qolgan Turan qizning mijozi o'zgarishga boshladi. Uy ishi bilan ancha kori bo'lmaydigan. Aynak oldida soatlab o'ltirib o'zini pardozlaydigan yoki bo'lmasa so'zlab yotadigan bo'lib oldi. Masturxonmi bo'sh kelmaydi. Bu ikkisi dabqi cho'kichagandek bir-biriga yo'l qo'yishmay sesiq gap hujumini boshlashadi. Bir kuni tushdan qayrilganda Maddoqti Quvonqosim mo'ylidagi talbarangning ustida talning yovshoqlarini putavatadi. Turan qiz bo'lsa uyda so'zlab yetib qolgan edi. To'yiqsiz opsi bularning hujra uyining eshik oldida paydo bo'lib, Turan qizga qarab to'labli ketdi. Voy kelin qizim, kun kesh bo'lay dedi. Qopsla endi. Voy kelin qizim, beli sunib mükçeyip ketken qerim yekiyandek qo'ndaqdan tushmasli bo'ldingiz-ku endi. Qopili, ishdan chapang'i chiqirib yotmay, atöge yana bordigan qovandek semirib ketmang yana. Qopsla danqallarni ko'tirib. Dedi zardi bilan. Maddoqti Quvonqosim ayolni metqinmay yotdi. Ya bo'lmasa ma'qul mana hozir deb qo'yib yetaverdi, yoki o'rnidan turib ketadi deb o'ylagan edi. Nadikini Turan qiz qiynonisiga po'sh demasdan tang turib zakollashishga boshladi. Qiynapa, nim bo'ptila? Ko'p kunduzni qovab, kasalarni ishtishlamagandu, Masturxonning zardisi qaynidi bo'lg'ay, ovozini teximi bakrak ko'tarib to'labdi ketdi. Voy juvaynimak, nerede tug'ilib, nerede cho'ng bo'lgan nimasan, Qiynapsi bilanmi ashundaq tang turamdi? O beshini yeydigan aloqab, o'rningdan qo'polmay, jimjitda ketib qolasan, jo'hit. Bu gaplar Turan qizning qirig'imi kirib qo'ymagan edi. U hech ish bo'lmagandek o'zini tamkin tutib dedi. Voy, nereden tug'ulatdim? Men mijus sizlarga o'xshash opamning qo'sqidan tug'ilgan. Ota-onamning uyida oshnan yeb cho'ng bo'ldim. Opa, hajab bir jimjitlik ketib qolasan deb ketdilar-ku. Voy, mayli ketsam ketaman. Biroqchi qarang, navbati sizlardan boshlab kelib qolarmikin, Voy, sen menga o'lim tilawatamsan texi. Chonga bosh dur kalpuk pistan ko'z. Xapsini, mavi ering. Xap, o'g'lim qaytib kelgan bo'lsa, advangni qandoq berman ki sening?
Sendek vatbat beşemden toydum. Әтілі seni ajraştır etmeydiğen bolsam, Mesturxan degen itimni yutga bitimen. Dedi Mesturxan oğlunun barang ustida untinsiz jim turganligini ko'rmay. Turan qizga bu gaplar ta'sir qildigandek qilmaydi. U xiyolda yo'q og'zini qo'yibatdi. Voy, bo'ldi qiling ha Qinopa. Bu gaplaringizni to'la anglab quloqlarim qiytib, peshiklargacha yoda bo'lib ketdi menga. Menmijo qarang, evi utlab qo'ygan cho'qqidak yeyib turadigan sat zangi qop-qora o'g'lingizdan qutulanmay turib. Hey kichik chog'larda yotgan yetishmay, ko'langda boqqanmi yoki mo'rig'i tiqib qo'yib cho'nqiganmi bu oyshlamagan qor qo'yning terisidek bolangizni? Yoki suparishga bermay, ko'mirni suvg'ichilab eritib, shuni imitib cho'nqiganmisiz? Ya ishchilardagi qor sutingizga orlashib ketganmi bilamayli qoldim. Hey bir qarab biqing. Ocaq mo'risining keskirak turgan bolangizga to'la jinimni chiqarmay, men tegib xotin bo'lib berganga xush bo'ling. Shung'imi yeshi 30 ni oshqicha xotin chiqmay, paytimizda ta'tir so'rab yuribdikan bu bir nima. Shung'imi yeshi 30 ni oshqicha xotin chiqmay, paytimizda ta'tir so'rab yuribdikan bu bir nima. Mattuqti qo'yan qolsam bu gaplarga chiday olmay, endi barangdan tushib, ikki ig'iz gap qilay deb turib edi, ongacha opsining og'zi yana ichildi. Uy, 90ning 12 bal borunida, Taklimakanning qo'ynida qolgan, ahli dumbisiga o'tib qolgan Hazazul sarang. Sen endi mush arzuliq o'g'limga til sinayotamsan? Bilib qo'y, mush o'g'lim seni olmagan bo'lsa, sen uchun Turan qeyri qiz bo'lib, uyingni dangal g'ajilab, yuzingni qo'riq besib ketkicha o'ltirib qolgan bo'latding. Apangchu serlarni setib etib, seni sevib ichgan bo'ladi, bilib qo'y. Gap qilmasam gapining yo'g'onligini buni. Voy bir bo'ldi qisila, savr qisila, og'izdan poq oqadigan suyimli Qinopa. Kichkidan tushlari buzilib qaptimi yoki ish tashlavatgan sungakni g'ojlab soldilimi? Ajab bir ko'tildab ketdilar. Azodi nim demakchi? Maqsadlarini ochiq bir desilar, shepak eg'izlik qilmay. Dedi Turan qiz xiyolda yo'q esnab qo'yib. Hey beshim! Dedi Mesturxan kuchab turib. Mavi dölab qo'ygan kir, atdiganning yoqi seni saqlab yotidi. Bilamsan shuni? Balaqvuluq yövdib, ondan yotamsan, pitpaqamsan, nima qilsan qilmamsan deyman. O'rin eshik. Oy, nim bo'lvatila Qinopa. Nima turibli sen deb ketdilar meni? Beshkimni sizlar tavirtib qo'ymagan jumuslar deb qo'yay. Chin qilib so'zlab ketishlarni voy qanday qilay? Chin qolmislar, hargiz kuchab ketmislar Qinopa. Chin qilib ketsizlar, evi o'tlari vaqtida yerilib o'lib qolmag'aylar yana. Menchu buning o'disidan chiqib bo'lamayman jumu. Sizlar o'lib ketsizlar, mav qulqimning to'pisini kimning gapiga qoqman? Şunca özlerini ayısılar Qinopa. Men yevday, mav yillardan buyon dölinib qolgan qosmoqlarni yuvassamni qulqim tinjiydigan ishqu. Turan qiz o'rindan turgan bo'lsa kerak, Mesturxonmi to'la tagishib charchab qoldimi, g'o'tildig'inicha boqqa kirib ketdi. Mattuqti Quvan Qosim darhol barangdan tushib bo'ylig'i kirdi. Opsi bog'dan chiqib uni ko'rib chiroy tatargan oldi. Ha rost, to'y ishida qarishib mengishib bergan heliqi Yasnaxun og'rib qolib belnizdan yetib qopti. Uyda Turan qiz bo'lgandan keyin biznikini berib kelamdik bolam. Meni opirib akila. Ishik to'yda turgan Turan qiz bu gaplarni anglab yana og'zi ichildi. Uyay, heliqi bizning uyga dodi bo'lib berishpagan heliqi odamma? Nim bo'ptikan u odamga? Rakesil emas-tu ha? Voy ishtigirak beringlar ha. Issiq yuzni ko'ramay ormonda qilmanglar yana. Qarsam g'obak esil odamda qilib edi. Mesturxonning chiroyi darhol qardab ketdi. U keliniga satbirni chekchivatgandan keyin o'zi satning gipsat deb chiroyli gap chiqmaydi bu. Og'zini po'qqa olgan ketmada ochgan juvay nimaknam. Birdan bir jim tursa, gochgan dem tepirsi. Mit qildi eg'iz beshida, g'in qildi qo'ng beshida deb tugmanning choqidak cho'qildab yurgan. Voy chechilmislar Qinopa. Qozonga yo'liqsang qarisi yuqar. Qog' bilan birga tutsang po'qi deyishgan gap bor. Anglamaganmi?
Mush uyga kelgandan keyinchu mangmi yuqqan o'xshaydi. Dedi turan qiz parvosizla. Matto'qti Quvan Qosim opasining gapiga chidamay, jidalning yo'g'inab oxiriga berib og'rib yetib qolmaslik uchun o'ylining bir chetiga to'xtatib qo'yilgan toksikletni ilib, ishtikla o'ylidan ilib chiqdi. Hamda opasini avaylab o'ltirg'izib bo'lgandan keyin turan qizga ko'zining quyrug'ida qarab qo'yib, toksikletni qo'zg'atib ketib qoldi. Ular bir soat o'tgandan keyin qaytib keldi. O'ylidagi kirlar shu peti turgan edi. Masturxonning quyuq chechi tik turib, ko'zlari chakchib, shundoq ochiq keldiki, turan qiz yotgan uyning eshigini zardi bilan echib to'labdi ketdi. Hey, to'xoning poqi, o'lik eshakning topi, sesiq petak. Bo'g'az inakdek yana yotdingmi? Avu kirlarni menga ip qo'ygan o'xshamamsan, ha? Qani burun sening ishtonliqing. Mush uyga ko'tongni patirib olish uchun shundoq yasanmalik qilib kelsan-da asli. Voy bo'ldi, to'ydim sendan. O'g'lim qo'yib bermasa, men qo'yib berman. Yo'qol, uydan chiq! Dedi tatargan holda tishini g'uchurlatib. Voy, nimanchili chechildigansiz qiynapa? Dedi turan qiz ta'rinimi o'zgartmay turib. Idishda yoki o eriqda suv bo'lmasa, basma quduqning suyi ichi surib ketgandek odamning po'qidek so'p seriq chiqvassa, voy kirni nimada yuyman, nimada? Tükürkimda yuyamdim ya. Suydagi chilab qo'yqil bo'lmasa bu kirlarni. Bo'ldi qiling turan qiz. Dedi Matto'qti Quvan Qosim ochiqini basa olmay. "Mao degancha mening opam, sizning qiynapingiz. Nimandaq gap qilsam o'zingizni bilmaysiz deyman. Menmi to'ydim sizdan. Ey, yo'qiling ham uydan. Siznicha endi ko'zimni ko'msin." Ket degangil ketadigan, voy sening lolmishting emasman deb qo'yay. Voy, pochqi mora. Men mavi uyingichu izoradek dedek bo'g'il kelmadim. Men sening quling emas, oldig'inimni elib, ondan ketaman. Uning sizimcha men haqasingdan ho'y bo'p ketdim, ho'y. Yo'qol deb ketishlarni ko'mandigan, voy qanday qilay, sening tortishqidek nimang batdi? Yirtiq paypaq qattiq o'tak. Bika o'ltirganda tegib qo'yay, o'ltirib qoldi degan gapdan qutulay deb sen bilan to'y qilib qo'ysam, ishvaga yeringma bu? Voy xotirangni jam qil. Er kishi deganchu mangdamda 30. Bugun ajratsam, atil yana bir erga tekichirkim bor mening. Bu uyingichu sezik bo'p qolmadim men. Endi bu kapangda ishtipoqida isiriq silib, o'zing hazazul opang bilan o'ltirib ol. Uqdingmi? Men hozircha ketaman. O'z uyimda qildigan nurg'un ishim bor mening. Shuni qilib bo'lib, ondan sot ko'rishaylik. Ma'qulmi? Voy siz qo'yib. Turan qiz gapini tugitib bo'lib, uyga o'qdek etilib kirib, yarim soatga qolmay bir sumkaga kiyim-kechaklarini purlab tiqib qaytib chiqdi va oldi oqsig'imi qaramay o'ylidan chiqib ketdi. Xuddi turan qiz degandek, oradan saq 10 kun o'tganda sotdan evatgan chaqirtish qog'ozini topshirib oldi va sotchilarning murassa qilishi kar qilmay, uningga 20 ming yuan to'lam berib ajrashib ketdi. Sotxanda o turan qizning davlat birinchi darajalik aktyordan qilishqisiz o'yin qo'yishni o'ylabmi baxman edi. U shundoq ko'ngil qo'yib yig'lab dard to'kdiki, hatto Matto'qti Quvan Qosimmi o'zlarining uni shundoq baxxo'rlab, zo'ravonlik qilganigimi ishinibmi qolgan edi. Oradan yana bir yil o'tib ketdi. Bir kuni barang ostida eg'nab yetib xiyol surib o'ltirgan Matto'qti Quvan Qosimga opsi yana eg'iz echib qoldi. Balam, yeshingmi bir yerga berib qoldi. Meningmi salomatligim yaxshi emas. Shunga do'stlaring bilan aloqalashib, obdanroq loyiq chiqsa, beshingni o'ngishib olgan bo'lsang, bek yaxshi bo'ladi, balam. Matto'qti Quvan Qosim o'rnidan chachirab turib ketdi. Voy bo'ldi qila apa. Xotin kishi degan sizlardek azazul besham, ko'kami bo'ladigan bo'lsa, voy dat, endi o'lsam to'y qilmayman. Qachonki sening beshamliking tugab, haqiqiy ona siyoqqa qaytqiningda ondan o'ylashib ko'ray, ma'qulmi? Uninggacha meni to'y qiladi deb umid tutma. Masturxon o'z o'g'lining og'zidan chiqayotgan bu gaplarni anglab hang-tang qoldi. Gangiridi. Ko'zlari may sog'an choydek payqirab, qalpiklarini metildatganicha turibli qoldi. İki qo'lini ixtiyorsizlik ko'krak ustiga qo'ydi va ko'zlari oliyib, yerga gupli qilib yiqildi.
Jiddiyleşib ketgan Maddo'xti Quvon Qosim darhol opasini yo'lab doktorxonaga elib keldi. Biroq Masturxon yo'shirin yurak sanjiqi sababli qutqizish unum bermay, doktorxonada u olamga safar qildi. Mazkur asar mushu yerda tamomlandi. Zerek ovoz guruhimiz barliq anglarmanlarning tenining salomat, kunlarining xushal-xuram o'tishiga tilakdoshmiz.